Tak, bu Zopart'ta 2017-yili ochdik. Bir do'stim yordam qildi, Bishkeklik bola. Shu bilan bir harakat qilib, mana biz o'shimizda mana baldarni ko'rsatgani, jotiklari yo'q, Zopark yo'q, reabilitatsiya sentri yo'q. Multfilmlarda ko'radi, jurnallarda ko'radi. Ana shuni bir Zopark qilmaysizlarmi degan bizga bir предложение tushib qoldi. Endi mana shuncha yildan beri men o'zim petitsiya o'tman. Shu qushlarda olamida, hayvonlarda olamida yuraman. Shunday предложениялар bo'lib qoldi. Endi shuni qilib qo'yaylik, mayli, xalqqa savob, bolalar o'ynab, so'yinib, biz haqimizga duo qilib qo'yar-ku deb manalarni 2017-yil boshladik. Mana sekin-sekin do'stlarni ishga solyapmiz. U yoq-bu-yoqlardan jo'tilarni olib kelyapmiz. Mana xotinlar otib tashagan qashqirlarni, bolalarni bizga kelib o'tkazib beryapti. Ularni o'ltirib tashlasak jalka aka. Undan ko'ra sizlar boqsanglar, ellar ko'rsa, buna qashqir qanday, cho'vir qanday deb shuni bu yoqdan kelib, mana qanoti singan burgutlar kelyapti. Buni qo'yib yuborsa yasholmay o'lib ketadi shular. Bizda vrachlarimiz bor. Kelib vrachlarimiz obslet qiladi, прививка qiladi. Anan polni bularni tekshirib, qarab, ularni shefsida qarab turiladi. Bir kasal masala yo'q, yo bir sasigan yeri yo'q. Shu do'stlar orqali sekin olib komplektatsiya qilyapmiz mana. Qanday jonivorlar bor? Qancha jonivor bor? Jonivorlar 30 dan oshiqroq jonivorlarimiz bor. Krupnilardan mana ayular, arslonlar, lamalar, aylenlar, qashqir, cho'vir, tulki, mana alyaskalik itlar, maymunlar, tinchishqonlar, pavlin, fazan, tovus, o'shanday narsalar, даже kapitallargacha qo'ydik. Mana bassenda baliqlargacha qo'ydik. Kecha kun bo'shardan men Qoraqo'ljadan baqalargacha olib keldim borib. Jaylovdan baqalargacha olib kelib qo'ydim, odamlarga juda приятно bo'lsin. Ular sayrasa, odamlar es oladi. Anan dam oladi. Hamma xursand bu yerda. Mana kelishyapti, reabilitatsiya sentr kelib, Krasnoy Kresdan bir 70 tacha odamni olib keldi. Es olib 70 tacha bolalar es olib ketdi. Internatlar keldi, mana besplatno kirgizyapmiz. Nimadan kelib, detdomskilar kelyapti, besplatno. Invalidlar, cho'loqlar, karlar, soqolar hammasi besplatno. Mana shu xalq uchun xizmat qilyapmiz. Hozir bu shaharga endi mana vazirimiz ham cho'ngayib qoldi. Endi shunday elib o'tib ketmaydi, shu xalqqa xizmat qilaylik degan niyatimiz bor. Anan aytsangiz, bularni o'zi negizi qanday shartda qarmash kerak? Себеби elдің айтымында айтышат, shu konteynerda joydan kuni issiq bo'lib, jonivorlar qiynaladi deb жатышат. Yo'q. Bizda bunday step emas, o'nadir emas, bir bo'lsa pustoy yer emas. Mana bizda park, mana katta cho'ng daraxtlar turadi. 1 soat ele tevada o'rtaga chiqqanda quyosh turadi. Bu yoqda ham daraxt turadi, bu yoqda ham daraxt turadi. Ana hech qanaqa issiq yeri yo'q. Buloqdan suv напряжение chiqyapti. Постоянно buloq suvini sepib turamiz. Yana bizda kirgan odamlar mana kecha o'ruslar keldi. Kelib такой чистота, такой порядок. Я вам довольна. Ухоженный животных. Такие у вас ухоженные deb ketdi. Mana Toshkentlik семьялар kelishdi. Даже Toshkentda 40 gektar zoparki bor ekan. Bu yerga borib ham shunchalik ta'sirot olganimiz yo'q. Sizlarda mana o'ynatyapti, ko'rsatyapmiz. Hamma yo'q ruchnoy. Bir kelib tishlab yo bir odamga himoya anaqa tashlanadigan yerlari yo'q. O'zi negizi qanday shartda qarmalish kerak? Mo konteynerlarda mumkin. Yo'q, konteyner qilib olsangiz, mana rossiyskiy paytda ham, shu Rossiyadan kelgan paytlarda ham metallический narsalar da keladi. Ular только metallda ushlab olsangiz, bular chiqib ketib qolsa, ana ответственный yeri bor. Bularda do'shni qarbalay olmaysiz, devor qila olmaysiz. Ular teshib chiqib ketib qoladi. Ana metallический, обязательно металлический садках или вольеры. Shunda qarmalish kerak bo'ladi. Vaqti-vaqtida chiqaramiz, vaqti-vaqtida прогулка qildiramiz bu yerda, vaqtida cho'miltiramiz bularni. Полный уход-подход. Mana zootexnikim Chingiz kirib qarab, ichida o'tiradi, qarab, psixologiyasini o'qiydi. Silab o'ynatadi. Buni ko'rib qolsa, pitirab hayvonlarim chidamay qoladi. Mana Akbarjon mana postoянно qaraydi, ekskursiya o'tim. Mana odam bordi, o'sha hammasi chaqiradi. Tomog'i qanday bularning? Tomoqlarni обязательно pishiramiz. Sotib olamiz tomoqlarni, bozordan olamiz. Zeleный овощ produkta keladi, молочный изделия ketadi, akrachkalar, tuxumlar, mana qo'qon giloslargacha, hatto sir, tvoroglargacha olamiz sotib. Bularga belok, vitaminlar kerak. Har bittasi har xil narsa yeydi. Mana manniy kasha, sladkий manniy kasha beradiganlarimiz bor. Maymunlar yeydi, nasumxalar yeydi, skunduslar yeydi. Ular boshqa mana akrachka, tuxum. Boshqa narsa yemaydi. Net черешня beramiz, qo'qon gilos. Olma beramiz. Mana chiqib qolsa xurmo pishganda xurmolarni yaxshi yer ekan. Mana qashqirlar, cho'virlar, tulkilar sostavi
Bularga etni to'ka pishirib beramiz. Anan bir xilda emas. Yana ularga bunday qilamiz. Bir kunda biz vodka tayyorlaymiz 30 litr. Makaroni izlayla. İçida ovush produkti hamma vitamin bor. Anan chirizdan perlovый kasha qilamiz. Yana 2 kundan keyin уже biz grechli kasha qilamiz. Anan makaron, grechka, ris, o'shunday vodka oshga o'xshaydi. To'yimli, tatumli. İçida hamma mineral bor. Saviz bor, kartoshka bor, piyoz bor, yog' bor. Как odam yeydiganda qilib tayyorlab beramiz. Anan qanchada bir juuntib qarab turishadi. Bularni bir 2 kun, 3 kunda yuvintiramiz. Mana ayollardagi ichida vannasi turadi. İçiga vanna qo'yamiz. 2 kunda suv almashadi. Eski suvga tushmaydi bular. Ular shunchalik gрамотный. Eski suv bo'lsa hatto ichmaydi ular. Mana ichadigan suvlar har kuni ertamanda almashadi. Ovqat polni almashadi. Eski ovqat qolmaydi. O'zi bir nedelada bir kun galadovka qo'yish kerak. Mana ko'ngil bo'lmaydi bir kun galadovka qo'ygani. O'sha bizning uyimiz bolamizdaqa bo'lib qolgan. Erkalanib tursa ko'nglimiz bo'lmaydi. Yana дополнительный payoqalar beramiz. Shular uchun izlanyapmiz, shular uchun qarayapmiz. Bolalar zarplata yo'q mana masalan. Eplay olmayapmiz. Nimaga? Bu odamlar ko'p kirsa, ne zarplata qilib bersa bo'ladi. O'zi hayvonlarimiz yeb tursa. Biz bu yoqdan o'zi uspet qilmayapmiz. Endi kichkina eplab shu bolalar ham ko'nib qoldi. Bo'lganda ochiqdan zarplata qilib beryapmiz. Mana hozir ko'ring mana tashqaridan kelganlar Başta besplatno ko'proq kelyapti-da. Studentlar 100 so'm bo'lsa, pensionerlar 100 so'm bo'lsa, bir ayol keladi 100 so'm to'laydi, 8 ta nevarasi bilan keladi. 8 ta nevarasi 4 yasharda pasi besplatno bo'lsa. Kechgacha ular yursa. Bolalar yana ekskursiyonlar ularga zaynat. Zootexnik zaynat. Kunda bulardan xabar olamiz, qaraymiz, bezopasligiga qaraymiz. Hatto hayvonlarimiz hechlik bo'lmasa, tashlaydigan, tishlaydigan животныйлari yo'q. Анан ага айтсаңыз ушул жана булганган убакта кайсы тезектерин дегенин да айтып коеюн, ошолорду кайсыл жакка алып чыгасыздар? Кантип тазалайсыздар аны астындагыларын? Mana qarang, mana zootexnigim bor. Har 2 kunda tagi polni apilka almashadi. Nimaga deganda bular siyadi. Bunda hid chiqadi. Biz polni olamiz, porterim bor, keladi, yuklaymiz, 10 qopgacha turamiz. 10 qopdan oshirmaymiz. 10 qop bo'ldi devuga, svalkaga. Aqcha to'lab svalkaga jo'natamiz. Yangi apilkalarni konvertga qo'yib qo'ydik. Yangi apilka keladi. Tagiga yangi apilka solamiz. O'zimizga приятно bu. Nimaga deganda bu yerda hid emas, chang ham yo'q mana qarang. Не только запах, bu yerda chang ham yo'q. Daraxtlargacha suv sepib yursa, buloq besplatno suv bo'lsa. Mana qarang, ko'kmayligini qarang, приrodani qarang. Qaynayapti deyapti, mana qarang turib. Shuncha daraxt ichida qanday qaynaydi? Mana tomlarda stiklavotalar turadi. Ular absolutno issiqni o'tkazmaydi ichiga. To'g'rimi? Eng glavni mana shu zonamizda kichkina olib tochishadi. Shu yerga stiklovata qo'ydik. Biz ham texnologiyalarni yaxshi bilamiz. Hamma yoqda chiroyli qilib qo'ydik. Ichiga 1 gram issiq o'tmaydi. Anan janagıday içine nima qo'yib qo'yasizlarmi? Graduslik qancha temperaturasi? Yo'q, graduslik o'zimiz tashqarida yuribmiz mana. Hozir issiq tillari sangillab o'zlari boshqacha bo'lib qoladi hayvon. Mana zootexnikim professional bola. Hayvonlarni polni psixologiyasini o'qiydi. Men o'zim kela ertaman bu yerga 7 da kelaman. Sahar. Namozda o'qiyman kelaman. Ana kechqurun 7-8 da ketaman. Uyimdagilarga qaragani vaqti yo'q. Nu shu yer mening uyim bo'lib qoldi, oilam bo'lib qoldi. Mana shu bolalar xuddi meni bolamdaqa bo'lib qoldi. Narsani mana to'plab, qilib, kolleksiya qildik. Mana to'pladik. Bu yoqdan do'stlarni ishga solyapmiz. Bu yoqdagi ulfatlarni ishga solyapmiz. Shunchaligini to'pladik mana. Yo'q, shaharda ko'rmagan jonivorlarimiz keldi. Ya, endi hozir mana bu yoqdan yana podarka qilinyapti. Yana shunchalik Qirg'izistonga shunchalik zo'parg'ochlar mana O'zbekiston zo'parkidan ham podarka qiladi hozir. Hozir mana keladigan paytga hozir kengurularimiz keladi hozir. Kengurularni olib kelamiz. Kengurular o'sha olindi. Bizga beradigan bo'lib turibdi. Sabachi yenotlar. Hali ular ko'rmagan bo'lsa kerak odamlar. Sabachi yenotlar mana shu nedelni o'sha olib kelishim kerak. Do'stlar ko'p. Xudo xolasa bizni podderchka qiladi. Bu yoqlardan do'stlar bor, Qozog'istonda do'stlar bor zo'parklarda, Toshkentda zo'parkidan tanish bor, Rossiyada tanishlarimiz bor. Endi ular ham qarab turmay bizga kichkina yordam qilyapti. Shunchalik xalqqa xizmat qilsalar biz qilmasak, bermasak bo'lmaydi deyapti. Ko'p narsani podarka qildi bizga. Ag'ay kerak. Ikkinchidan mana saqlagan konteyner izlari saqlaganlarimizga ularda haligi jon ochib shuni ana deb gapirishgan bo'lsa kerak. Bu условия emas, konteynerda qilyapti, просто rahmi kelib gapirgandir. Konteynerdan boshqa narsada saqlashni hech ham ilojisi yo'q. Chiqib ketib qolsa biz kallamiz bilan javob beramiz. Shuning uchun rossiyskiy zelada, Qozog'istonda ham, O'zbekistonda ham qayerga borsangiz, hammasi metallskiy zelada.
Konteyner ili baryer. Metallический садках ili baryer degan. Только metal. Birinchidan обработкасы oson. Xlorkalarni yuvish toza, kraskalash oson. Ikkinchidan g'ajib chiqib ketmaydi. Безопасность odamlar uchun birinchi o'chirda безопасность turadi. Bu dikey природа. Bilib olmaydi. Bizga добрый, mehribon, ruchnoy bo'lgan bilan boshqa odamga agressiya ko'rsatish mumkin. Demak, sizlar merganchilar bilan da ishlashyapsizlar, ha? Hamma yerda aqotilar bilan ishlaymiz. Mana polni mana hozir aytaman, Novqatda cho'rlar qarmaldi. Ota-onalarni otib tashlandi. 8 ta bolasini qarmab, oyoqlarini baylashib, mananday qilib yog'ochda ko'tarib kelishdi. 8 ta bolasini. Kelib olib qo'yinglar dedi. 3 tasini oldik. Bizdan boqqani sayanamiz yo'qda. Bizdan davlatdan biz etolmaymiz, yo bir pomosh olmaymiz. Hozir bir 8 ta bir cho'rda olib olsak, 8 ta bizga lishniy-da, uni qamoqlari bor, uxoti bor. Zapiq eng yomon zapiq cho'r bilan tulkida. Shular eng strashli zapiq. O'shunda bularni tez-tez обработка qilamiz, tozalaymiz. 8 ta keldi, olmay qo'ydim. Yig'lab orayin dedi. 3 tasini oldik, 3 tasini. Mana shu 3 tasini boqib minanda edi. Mana hozir katta qilib qo'ydik. Hozir bittasi qolsa bo'ladi, yaxshisini yana prirodaga qo'yib yuborish kerak o'zi. Mana tulkilarni olib kelib beryapti, ota-onasini qopqonda ushlab o'ltirishib, bolalar minanday olib kelib berdi. Biz uni soska bilan yemizib, boqib, ukollab, veterinarni chaqiramiz, proverka qildi. Burga bosib ketar ekan, pit bosar ekan. Barslar bilan tomizib, absolutno чисто порядок qilib cho'miltirib mana qo'ydik. Zapxi ham yo'q, piti ham, burgasi ham yo'q. Endi o'ltirib solish iloji yo'q, jalka-yu. Cho'rlarni o'ltirib solsa mana ko'ring. Ularga ham ko'yni bo'lmayapti. Ota-onasini o'ltirdik daxotillar. Bir chorvachilikka mishet qilyapti dedi. Ha, bolalar prosta aka jalka, sizlarga beraylik deb mana yozib bizga tashab ketdi. 100 tasini oldim men. 8 tasini olishga imkoniyat yo'q.